O'zbekistonda 8-aprel kunidan 11-aprelgacha kutilayotgan ob-havo prognozlari e'lon qilindi. Barcha tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va rasmiy xabarlardan faqatgina birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu videorolik ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 9-11 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan esadi. Harorat 8-aprel kuni kechasi 6-11 daraja, kunduzi 15-20 daraja bo'ladi. 9-11 kunlari kechasi 10-15 darajagacha, kunduzi 23-28 darajagacha ko'tariladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-aprel kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 9-11 kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan esadi. Harorat kechasi 8-11 kunlari 8-13 daraja, 11 kuni 10-15 daraja, kunduzi 8 kuni 15-20 daraja bo'ladi. 9-11 kunlari 23-28 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 10 kuni ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 11 kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 8 kuni 13-18 daraja bo'ladi. 9-11 kunlari 22-27 darajagacha ko'tariladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-10 kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 11 kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 8 kuni 18-23 daraja bo'ladi. 9-11 kunlari 23-28 darajagacha ko'tariladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-10 kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. 11 kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan esadi. Harorat kechasi 8 kuni 10-15 daraja, 9-11 kunlari 8-13 daraja, kunduzi 8 kuni 13-18 daraja, 9-11 kunlari 20-25 darajagacha ko'tariladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan esadi. Momaqaldiroq paytida kuchayishi mumkin. Harorat 8 kuni kechasi va kunduzi 3-8 daraja iliq. 9-11 kunlari kechasi 2 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 10-15 darajagacha ko'tariladi deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, kanalimiz yanada tezroq rivojlanishi uchun iltimos, like va obuna tugmachalarini bosib qo'yishni unutmang.